Bugun biza 2026-yil Qo'qon uchrashuviga o'zi shifokorlar, butun O'zbekiston bo'yicha o'zi shifokorlar yig'ildik. O'zimizning ko'ngilli o'zi shifokorlarning uchrashuvi. Qo'qon shahri bizga juda ham yoqdi, juda tabiati chiroyli ekan. Mana shunaqa chiroyli joylar tashkil qilingan ekan. Shuni tashkil qilgan, uyushtirgan eng katta bizning ustozimiz Zohirjon Jalol o'g'liga katta minnatdorchimiz. Hamma yetakchilarga, hamma kasbdoshlarga minnatdormiz. Qo'qon shahrimizni shunday bag'ri keng, bag'ri daryo, shu chiroyli yana kelishimizga qarab Allohning o'zi shunday qo'llablik ob-havolarimiz shunday ajoyib. Bu tadbirni o'tkazishni o'zi qancha kuch, qancha matonat, iroda, harakat qilish kerak. Ming ta'zim aylaymiz. Safimizga qo'shilayotgan yoshlarga rosa havasim keladi, chunki bu endi boshlanyapti. Men ishonaman, bu dalneyshim keyinchalik bu kongress, konferensiya, syezd darajasiga o'tib ketadi degan ishonchim bor. Vodiyga xush kelibsizlar. Hammalaringni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bu anjumanimiz ham chiroyli o'tadigan bittamiz. Mana bugun biz Surxondaryodan keldik. Ushbu tadbirda biz ultratovush shifokorlar ishtirok etyapmiz. Ustozlarimizdan tajriba bilimlarini o'rganyapmiz, tajriba almashyapmiz. Butun barcha respublikani, barcha viloyatlardan mehmonlar kelgan, shifokorlar tashrif buyurishgan. Tadbirimiz juda qizg'in davom etmoqda.
bosh davomli tadbirlarni Xudo xohlasa 3 kun davomida birga bo'lamiz.